Bunaqa holatda 100% emas, 150% uверен bo'lib turib сделка o'tsa bo'ladi. Просто 50 punktli signal. Biz hozir bozorda 2-6 matematik strategiya bo'yicha analiz ko'ramiz. Mana shu nuqtada e'tibor bersalaringiz, bizda minimum breakout bo'ldi va yorib o'tildi. Bizda qiladigan ishimiz bu nuqtadagi ob'yemni o'lchab olamiz. 18.69. Demak, 18.69 bo'lib 2.6 va chiqqan natijamiz 7.18. Demak, keyingi navbatda 7.18 punkt, ya'ni 7 punktlar atrofida biz pastga zona belgilab olamiz. Demak, bu nuqtada zonamiz kelib chiqyapti. Bu nuqtada biz matematik strategiyamiz bo'yicha zona kelib chiqyapti. Demak, shu nuqtada uверенный bo'lib biz bayda сделка ochsak bo'ladi. Вот endi grafik tuzatamiz. Qanchalik hurmat qiladi zonamizda. Вот, ko'rib turganlaringdek zonamizda отработкасы. Bu nuqtada ochgan bayimiz ham bor, buni ko'rsatib o'tamiz. Demak, narxni keyingi navbatda ko'radigan bo'lsak, narx yuqoriga qarab turib kuchli o'sib ketdi. Impulsni движение o'tib ketdi va bu nuqtada maksimum breakout bo'ldi. Va keyingi ochiqda yana minimumdan maksimumgacha bo'lgan masofani, ya'ni punkt o'lchab olamiz. Bizda chiqqan natija 36 punkt bo'lib 2.6 va chiqqan natijamiz 13.84. Demak, biz imminni mana shu nuqtada 13.84 yuqoriga qarab turib zona chizib olamiz. Va zonamizga yetib keldi, ikkilanish yo'q. Demak, mana shu nuqtadan selga riskovать qilsak bo'ladi, yana. Bu natijani ko'rib turganlaringiz. Bu nuqtadan ochgan сделкamiz ham bor.